Jigarlar, hamma narsani asli bo'lganda, norinni ham asl norinni ko'rsataman sizlarga. Shundoq eski uy bozordan infeksionnikka urishdi. O'ng tomonida do'mi tagida asl norin degan norinxona ochilgan ekan. Hozir kirib norinni yeb ko'ramiz. Kelinlarga ham oson bo'lib ketdi-da, bor. Mana bunaqa yarim tayyor mahsulotlarni ham xolodilnikka hozir qolmagan. Mana so'l kunda nima ketadi? Norin. Norinda qanaqasi ketadi? Asli ketadi, aka. Mana asl norin. Hozir bolalar bilmasdan biz texnik Ahmad degan bilan yo'lda to'xtab, asl noringa kelib, norin olib olamiz. Oliy Ahmad aka so'masin. Ye, o'z norin so'v bo'ladi-ku. Yana bitta gap, bo'tda dastlabki xizmatlari ham bor. Yandex orqali qidirsanglar, asl norin desanglar, chiqib keladi. Uyingizga mana bunaqa takoy sho'rvalar bilan faqat istorasizlar. Chiqib qo'ymang. Meniki Nargiz sizniki. Sog' bo'linglar.